Assalomu alaykum aziz sportchilar, man jasur yoshlar. Bugun tumanimizda yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularni sportga keng jalb etish maqsadida Davlat xavfsizlik xizmati kubogi an'anaviy tarzda nishonlanib kelmoqda. Ushbu tantanali ochilish marosimiga xush kelibsizlar. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, barchangizga ma'lumki, 2021-yildan buyon o'tkazib kelinayotgan mazkur futbol musobaqalarida tumanimiz yoshlari, ya'ni sport Samarqand mahallasi futbolchilari 3 karra chempionlikni qo'lga kiritishdi. Bu yilgi musobaqalarda ham yoshlarimizga omadlar tilab qolamiz. Tadbirni ochib berish uchun so'z Qamashi tuman hokimi Xurshid Usmonovga. Hurmatli yoshlar, hurmatli tadbir ishtirokchilari, oqsoqollar. Barchangizni chin ma'noda yoshlarimizning sport bayramiga aylangan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalarining tuman bosqichi ochilishi bilan ahamiyatga ega bejizga emas 2021-yil, 23-yil, 24-yillarda tumanimiz yoshlari respublika bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritishgan. Aynan shu yutuqlar tufayli tumanimizda yangi sport maydonlari, yoshlar guzarlari barpo etildi. Hozirgi turgan stadionimizda g'oliblar sharafida shuningdek yonidagi yoshlar guzari ham yosh sportchilarimizning tashabbuskor yutuqlari samarasi. Bu barcha sizlar tepaga chiqingizlar, sizlar jahon chempionlari qaysi mahalla? soni tobora ortib bormoqda. Aynan maralarni zabt etayotgan yoshlarim soni ortib borayotgani tumanlarni aziz yoshlar, sport sizlarni chiniqtiradi, irodangizni mustahkamlaydi, kuchli va bardam inson qilib tarbiyalaydi. Har bir yutug'ingiz nafaqat shaxsiy g'alaba, balki butun tumanimiz uchun katta faxrdir. Ishonamanki, musobaqalar qiziqarli, murosasiz va adolatli ruhda o'tadi. Yangi g'oliblar yetishib chiqadi. Barchangizga omad, muvaffaqiyat, yorqin g'alabalar tilayman. Sportga bag'ishlangan juda katta selektor yig'ilishi o'tkazdilar. Hammamiz ishtirok etdik. Juda katta marralar belgilab berdilar. Hammamiz uchun nafaqat ommaviy sport yoki professional sport bilan shug'ullanish, ommaviy sport kengroq targ'ib qilishimiz kerak. Bundan tashqari toza qo'l dasturi, toza tarbiya dasturlari amalga oshirilyapti. Bu nima degani? Hammasi inson salomatligi va insonni chiniqqan harakatlanishi. Bayroq neta turibdi ekan. O'rtada bayroqni olish kerak ekan. O'rtada bayroqni mana ikki chekka bayroqni qo'yish kerak ekan. Shuni xotin gaplashyapti. Orqa tomonda ikki tomoniga bayroq qo'yish kerak ekan, bo'ldi ekan. O'rtaga neta turibdi bayroq. Sport bilan muntazam shug'ullanib borsak, ta'lim o'zlashtirishimiz, hayotimizda ko'proq marralarga erishishimiz osonlashadi. Mana bugungi musobaqalar, qatnashuvchilarni, ishtirokchilarni hammasini tabriklaymiz. Bu juda ham katta narsa. Oldinlari, ilgarilari bunaqa musobaqalar bo'lmagan. Hozir mana har yil o'tkaziladi. Musobaqalarimizda sport sohasida juda ham keng har xil yo'nalishlarda amalga oshirilyapti. Va shu ishtirokchilarning hammasiga omad tilaymiz. Muvaffaqiyat va yorqin g'alaba uchun murosasiz kurashishga chaqirib qolamiz. Bugungi musobaqalarni ochiq deb e'lon qilaman.
Yine 6'ga deganga 5'ga. Tabrik uchun so'z Davlat xavfsizlik xizmati Qamashi tumani bo'limi boshlig'i Shaykolov Sanjar Sabirovichga. Qadrli ishtirokchilari, barchalaringizni bugungi buyuk sarkarda davlat arbobi Amir Temur munosabati bilan tabriklayman. Bugungi sanada sport musobaqalarimiz boshlanishi o'ziga xos tarixiy sanaga to'g'ri keldi. Bu bilan barcha yoshlarni yildan yilga davom etib ketayotgan sport bayrami, futbol musobaqalarida tabriklayman. Hammalariga omad tilayman. Hammani doimo yutuqlar bilan tabriklayman. Tumanimiz doimo g'alabaga boy bo'lsin. Aziz musobaqa qatnashchilari, barchangizni qur'a tashlash marosimiga chorlaymiz. Nurolilar bilan birgalikda sektor rahbarlarini ham sahna markaziga taklif etib qolamiz. Marhamat. Tadbir ishtirokchilari rahbarlarimizni hamda faxriylarimizni qur'a tashlash marosimiga taklif etamiz. Marhamat. Jami 57 ta mahalladan iborat jamoalarimizni 4 ta guruhga ajratamiz. Dastlabki ilk jamoa nomi aniq bo'ladi. Faqat guldiroz qarsaklar sadosi ostida
qo'llab-quvvatlab turishlaringizni iltimos qilamiz. Qiziltepa mahallasi A guruhidan o'rin egallayapti. Bitta guldiroz qarsak chalinglar. B guruhining dastlabki jamoasi aniq bo'ladi. Guliston mahalla fuqarolar yig'ini. C guruhining dastlabki jamoasi aniq bo'ladi. Yükselish mahalla fuqarolar yig'ini C guruhida birinchi raqamli jamoa va keyingi D guruhi. To'qboy mahalla fuqarolar yig'ini qarsaklar olqishlar eshitilmayapti. Navbatdagi mahalla jamoalari, marhamat faxriylarimizdan ham iltimos qilamiz. Bitta hammalaringiz jamoa nomlarini aniqlab berishlaringiz. Paxtaobod mahalla fuqarolar yig'ini A guruhining ikkinchi raqami. Boybo'g'ri mahalla fuqarolar yig'ini yoshlari. Qarsaklar, olqishlar eshitilmayapti. Qani kayfiyat ko'rinmayapti. Ustozimiz faxriy sportchi Shaymardonov Musulmon domla. Bitta guldiroz qarsak bo'lsin. Qamashi tumani yengil atletikasi tarixi. Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini. Navbatdagi jamoamiz Nurli yo'l mahallasiga bitta guldiroz qarsak chalinglar. Dastlabki to'rtta guruhda dastlabki o'yin ishtirokchilari aniq bo'ldi va musobaqa ishtirokchilariga omad tilaymiz hamda rahbarlarimizga ruxsat beramiz o'tirishlariga. Navbat konsert dasturiga bitta guldiroz qarsak chalinglar.